Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 12 oktyabr günü Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanı işğal qılıb alğanlığının 75 illigini lənətləb axbarat elan qıldı. Axbaratda mundaq deyildi. Bugün dünyanın hər qaysı joylaridagi Şərq Türkistanlıqlar birlikdə matam kuni o'tkazdi. Bunun içinde onlagan Uyghur ve ularning qo'llovchilari Oqsaroyning sirtiga yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistonga qilgan 75 yillik rəhimsiz harbiy tajovuzchiligini la'natlash uchun namoyish qildi. Xitoy hukumati askarlari 1949 yili 10 oyning 12 kuni vatanimizga tajovuz qilgandan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa tur xalqlarga irqiy qirg'inchilik, sistemlik mustamlika qilish va keng ko'lamlik zulm qilish jinoyatini davomlashtirib keldi. Gerçi Xitoyning vahshiyligini Amerika hukumati va G'arbdagi 10 necha davlatning parlamentlari davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. Shundaqla Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish uchun hech bir konkret ish qilinmadi. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib 75 yildan keyin va 2014 yili mayda irqiy qirg'inchilik harakatini boshlagan 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa tur xalqlari davomli tutqun qilinib, turmada yetish, majburiy emgak orqali qul qilinish, majburiy tug'mas qilib etilish va madaniyat va kultur kimligi sistemlik yo'qotilishga duchor bo'ldi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Memtimnala apandi söz qilishning vaqti o'tib ketdi. Biz Kanada, Amerika va erkinlik, shundoqla kishilik huquqni tashabbus qiladigan barliq davlatlarni qat'iy harakat qilishga chaqiramiz. Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishini, tashqi o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizni va egalik huquqimizni asliga keltirish ko'rishimizni qo'llashini talab qilamiz. Har qanday sukut Xitoyning irqiy qirg'inchiligini jazosiz davomlashtirishga yo'l qo'ydi dedi. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Xitoyning vahshiyligi faqatla kishilik huquq dafsanchiligi emas, balki qasddan irqiy qirg'inchilik strategiyasidir. Buningdagi maqsad butkul xalqni va ularning mo'l madaniyat meroslarini yo'qotish. Bu qilmishlar xalqaro jamiyat sal qarasa bo'lmaydigan og'ir jinoyatdir. Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati cho'qim mustabidlik va davlatning surishti qilinmagan zo'ravonlikqa keltirib chiqaradigan dunyoviy tahdidning bir qismi deb e'tirof qilinishi kerak. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi xalqaro qonun bo'yicha Sharq Turkiston ishlarini qo'llashning dunyoviy mas'uliyat ekanligini ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisining 1973 yili ma'qullagan 3070 numurli qarornomasi ishg'ol ostidagi haqlarga erisholmagan o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, erkinligi va mustaqilligi chet elning bo'yinturqi ostida qolgan barliq insonlarning haq huquqini qo'g'daydi. Bu prinsip Sharq Turkistonga mos keladi. Dunyo jamoati xalqaro qonundagi majburiyatini ado qilib, insoniy axloq burchini tunib, xalqimizni har jihatdan, hech bo'lmasa moddiy va siyosiy jihatdan qo'llash kerak dedi. Xitoyning Sharq Turkiston haqidagi yolg'on tashviqoti tarixiy haqiqatga uyg'un emas, balki erkin va egalik huquqli davlatning zo'ravonlarcha bo'ysundirilishini qonunlashtirish uchun uydirilgan to'qilma hikoyalardir. 1949 yili 10 oyning 12 kuni Xitoy Kompartiyasi Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Sharq Turkistonga besib kirib, hozirgi zamon tarixidagi eng uzun va eng rəhimsiz ishg'oliyatni boshladi. Shuningdek keyin Sharq Turkiston besib olinib, Beijing tarafidan Xinjiang, ya'ni yangi territoriya degan ma'noda keladigan mustamlika ismga o'zgartirildi. Zamonaviy jazo lagerlari, majburiy emgak lagerlari keng ko'lamda to'g'mas qilib o'tish va Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning kulturi, diniy va kimligini uzil-kesil yo'qotishdek vahshiy harakatlarning markaziga aylandi. Xalqaro jamiyat texcha sukutda turmoqda. Bugunmi Xitoy jazoga tortilmaydigan yana bir kundir. Sharq Turkiston xalqi xalqaro jinoiy ishlar sudining Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy katibaşlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan ayblab jazoga tortishini talab qiladi. Biz Rim nizomnomasidagi har qaysi taraflarni qonuniy arzlarimizni qo'llashga chaqiramiz. Bundan boshqa biz xalqaro adliya sudining Xitoyning xalqaro qonunga xiloflik qilgan og'ir jinoyatini bartaraf qilishini talab qilamiz. Sharq Turkiston xalqining va'dasi tavranmaydi. Biz Sharq Turkiston erkin bo'lmoqcha mustaqillik ko'rishimizni davomlashtiramiz. Biz xalqaro jamiyatni adolat, egalik huquq va izzat hurmat uchun ilib berilgan bu kurashda biz bilan birga turishga chaqiramiz.
Milyonlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining kelgusi dunyoning axloq jasorati va harakat irodasiga bog'liq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligining 75 yilligini la'natlab e'lon qilgan axboroti dunyo matbuotlarida xabar qilindi. Ommaviy televiziya inglizcha xabar turi 12 oktyabr kuni, Hindiston bayoni xabar turi 15 oktyabr kuni tafsiliy xabar qildi. 12 oktyabr kuni Sharq Turkistonga tajovuzchi Xitoy armiyasining besib kirib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishga boshlagan Zimiston qora kunning qayta boshlangan kuni. Bu kun Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston tuproqlarini bizga vatan qilib, ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni samoda lapillatgan qahramon ota-bobolarimizning oqqizgan issiq qonlarini behuda qilishga uringan kun. Bu kun Sharq Turkiston uchun uzunga so'zilgan Zimiston qish qayta boshlangan motam kun. Qahramon ajdodlarimizning izidan mangan o't yurak mustaqillik jangchilari bu kunni la'natlab, ig'ir zulmda ingrayotgan xalqimizning faryodini va Sharq Turkistonning mustaqillikqa bo'lgan talpinishini dunyoga yana bir qatim anglatdi. Eng oldi bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatining Washingtondagi Oqsaroyning oldida ilib borgan namoyishini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti, Sharq Turkiston Milliy Fondi qatorliq tashkilotlarning a'zolari qatnashgan bu namoyishda Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi tarixiy ahamiyatga ega axborot e'lon qilib, mundaq dedi. Yaxshimizlar apandilar va xonimlar, Sharq Turkiston surgunda hukumatiga va Sharq Turkiston surgunda parlamentiga, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga vakolatan biz bugun Oqsaroyning oldida yolg'iz tarixning qorong'u betlariga motam tutib qolmay, balki yana Amerika Qo'shma Shtatlari va xalqaro jamiyatni jiddiy harakat qilishga chaqiriq qilmoqchimiz. 2024-yili 12 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni vahshiylarcha harbiy ishg'ol qilganligining 75 yili. 1949-yili 12 oktyabr kuni Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan boshlab davomlashib kelayotgan tragediya, sistemlik mustamlika qilish, bostirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan bir davlat. 75 yildan beri Sharq Turkiston qalay imkon tutqun qilishdan boshlab majburiy emgakka selishgacha kultural va fizikalik yo'qotish, tug'mas qilitish qatorliq vahshiy usullar bilan yurgizilgan umumyuzlik irqiy qirg'inchilik, dahshatlik bostirishni boshdan kechirdi. Bu yolg'iz inson haqlari dafsanchiligi bo'lib qolmasdan, balki Sharq Turkiston xalqining kimligini yo'qotishi maqsad qilib qasddan ilib berilgan etnik tozalash strategiyasi, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdan iborat. Xalqaro jamiyat Sharq Turkiston xalqining bu zulmga uchrashining sababining Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi ekanligini e'tirof qilib va ayblamaguncha bu zulm davomlashadi. Shunisi oydin bo'lishi kerakki, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmagan. Xitoydan iborat bu mustamlikachi kuch Sharq Turkistonni zo'ravonlik bilan bo'ysundirganligini oqlamoqchi bo'lib, bu saxta bayonlarni to'qib chiqib, tarixni qayta yozib chiqmoqchi bo'lgan. Sharq Turkiston hur, egilik huquqliq davlat edi. 1949-yili Sovet ittifoqining qo'llashi ostidagi Xitoy Kompartiyasi kuchlari davlatimizga besib kirib, bizning egilik huquqimiz, zamin butunligimizga xiloflik qilib, Sharq Turkiston va xalqiga zamonaviy dunyoning uzunga so'zilgan dahshatlik ishg'oliyati va hozirgi irqiy qirg'inchilikni yurgizdi. 12 oktyabr kuni Sharq Turkistonning motam kuni. Bugun biz Oqsaroyning oldida namoyish qilish orqali xalqaro jamiyat va Amerika hukumatini xalqarodagi barliq jamiyatlarni bo'libmi inson haqlarini qadrlaydigan, o'z taqdirini o'zi belgilashga ahamiyat beradigan davlatlarni Sharq Turkistonni besilgan davlat deb e'tirof qilishga chaqiramiz. Dunyo bu tragediyaning mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, qalayimqon bostirish qatorliq barliq masalalarning tinib olg'ili bo'lmaydigan sababining Xitoyning Sharq Turkistonni zo'ravonlik bilan qonunsiz ishg'ol qilib olish ekanligidan iborat haqiqatga sal qaramaslikka kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisining 1973-yili ma'qullagan 3070-nomerlik qarornomasi ishg'ol ostidagi haqlarga erisholmagan, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, erkinligi, mustaqilligi, chet elning bo'yinturqi ostida qolgan barliq insonlarning haq huquqini qo'g'daydi. Ozodlik uchun qilayotgan qonunliq kurashning haqiqiy ma'nosi xalqaro qonunda alohida gavdalantirilgan. Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish kurashi
Başqa işğaliyetga qarşı elib berilgan kurashlarga o'xshash ishg'ol qilib olgan davlatga qarshi milliy ozodlik harakati, hayot qilish, egilik huquqini asliga keltirish ko'rishi, xalqaro jamiyat chuqur va'dasiga amal qilishi, xalqaro qonunga asosan Sharq Turkiston xalqini axloqiy materiallar bilan ta'minlashi, siyosiy jihatda qo'llashi lozim. Vaqt dunyoning Xitoyning soxta bayonlarini rad qiladigan yangi territoriya, yangi ishg'ol degan nomni bildiradigan Xitoy qo'ygan Xinjiang degan mustamlika nomini tark etib, Sharq Turkiston xalqining yerini turadigan vaqti. Xalqaro jamiyat Afrika qit'asidagi ishg'olchi hokimiyatlarga qarshi turdi. Endi bundan keyin o'xshash pozitsiyani Sharq Turkiston xalqi uchun bildirishi, ularning maydonida turishi lozim. Yolg'iz so'zlashning vaqti o'tdi. Biz erkinlik, inson haqlari, mustaqillikni qadrlaydigan Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa barliq davlatlarni ayblashlardan halqib, qat'iy harakat qo'llanib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga, Sharq Turkiston xalqining sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini, bizning erkinlik va mustaqillikni asliga keltirish kurashimizni qo'llashga chaqiramiz. Eksik yoki bizni to'xtatishga uringan har qanday narsa Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishini davomlashtirishiga fursat yaratadi va Xitoyning jinoyatiga sherik qiladi. Biz Amerika hukumatini Xitoyning xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini oyoq osti qilishiga qarshi turishiga chaqiramiz. Biz Amerika hukumatining bizning ovozimizni qisish orqali Beijingdagi irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatning qilmishlarini pardozlashga urinayotgan bog'cha qorovullarga o'xshash vakolatchilarni, Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasini bizning nidolarimizga quloq solishga, Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy katibaşlarini ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgarlikka tortishga chaqiramiz. Biz Amerika hukumatini agar so'z qilish erkinligi, inson haqlari, demokratiya, o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillik qatorliq taraflardagi ahdiga vafo qilib, xalqimizning xalqaro qonunlarda bekitilgan huquqi, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirib, izzat hurmati, shon sharafi bilan yashash huquqidan tinib olmaslikka chaqiramiz. Biz Amerika hukumatini Beijingga yumshoq bo'lmaslikka, irqiy qirg'inchilikchi, mustamlikachi Beijing hokimiyati ta'minlaydigan har qanday narsaning badaliga bizni sotmaslikka, o'zining yiltiziga, asliga, tarixiga qarashga chaqiramiz. Amerika Ulug' Britaniya imperatorligiga qarshi kurash qilib, inson haqlari, shon sharafini kafolatlantirilgan egilik huquqliq mustaqil Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib shakllandi. O'z taqdirimizni o'zimiz belgilash haq-huquqlarimizga, mustaqillik haq-huquqlarimizga hurmat qilishga chaqiramiz. Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan har qaysi davlat partiyalarini, texnik xalqaro jamiyatni Xalqaro jinoyatlar sudiga irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy katibaşlari ustidan sungan arzimizni qo'llab quvvatlashga chaqiramiz. Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni og'zining uchidala so'zlashdan boshqa ish qilmaydigan odatini o'zgartirishga, ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqiramiz. U ahamiyatli harakat Sharq Turkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish huquqini qo'g'dishini, Rus imperializmiga qarshi Ukrainaning kurashini qo'llagandek, Sharq Turkistonning mustamlikachi imperialist ishg'oliyatiga qarshi kurashini qo'llashini talab qilamiz. Biz Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro adolat sudiga a'zo davlatlarning xalqaro sudda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkistondagi turkiy millatlarning huquqini qo'g'dishini talab qilamiz. Amerika hukumatini o'z ichiga olgan dunyo chuqur harakatga kelishi kerak. Sharq Turkiston da'vosi xalqaro jinoyatlar sudi va xalqaro adolat sudidagi yolg'iz adolatni talab qilish emas, balki millionlarning hatto barliq insoniyatning kelgusidagi bexatarligini muhofaza qilishdan iborat bo'lib, Sharq Turkiston uchun adolat talab qilish, Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligi, egilik huquqini asliga keltirish demakdir. Oxirida biz barliq xalqaro jamiyatni shundoq ogohlantiramizki, Xitoyning jahongirlik maqsadi yolg'iz Sharq Turkiston bilan cheklanib qolmaydi. Xalqimizni azgan Beijingning irqiy qirg'inchilikchi jahongirlik hokimiyati Amerikani o'z ichiga olgan dunyoning bexatarligiga tahdid elib keladi. Xitoyning iqtisodiy, siyosiy, harbiy ta'sirining kengayishi dunyoning har qaysi joylarida uning besim, diktatorlik, mustabidlik modelini eksport qilib, demokratiya, erkinlikni dafsanda qiladi. O'qituvchilarni jimoqtirib, raqamli keng ko'lamli kuzatish qurollarining kengaytirilishini, mustabid hokimiyatning kontrol qilinishini kafolatlantiradi. Xitoy dunyoning boshqa joylari uchun munozara talab qilmaydigan bir tahdidni shakllantirdi. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilish bilan to'xtab qolmaydi, balki
yana Tayvanni, O'rta Osiyoni va boshqa joylarni ishg'ol qiladi. Chunki Xitoy imperializmi dunyoga kengayish uchun bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'yib, necha trillion dollar mablag' soldi. Shunisi aniq bo'lsinki, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llash yolg'iz axloq majburiyati bo'lib qolmay, mustamlikaga, imperializmga, diktatorlikqa, fashizmga o'xshash zulmning hamma turiga qarshi turishdan iborat. Sharq Turkistonning mustaqilligi va erkinligi uchun kurash qilish, Amerikaning xalqaro qonunini qo'g'dash, Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqi, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi, fikir erkinligi, yig'in chaqirish huquqi, axborot huquqini qadrlashdagi umid chirg'i va xalqaro jamiyat uchun ulgu bo'lishning bir misoli. Hozir harakat qilish vaqti, aslida 75 yil burun harakat qilish vaqti edi. Ammo xalqaro jamiyat uzun sukut qilib, Xitoyning eglik huquqliq Sharq Turkistonni ishg'ol qilishiga, 75 yil jarayonida millionlab insonlarning o'ltirilishiga, mustamlika qilishiga, insonlarni qisirlashtirishga, millionlab gunohsiz voqlarni ananing qo'sqidan tushirib etishga, xalqaro jamiyatga tahdid bo'lishga yo'l qo'ydi. Sukut qilish sheriklik, bu yolg'iz Sharq Turkiston xalqi uchunla baloyi ofat bo'lib qolmay yana tartibga tayangan qonun tuzumlarni kuchsiz qilib qo'ydi va Amerika boshliq dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi g'arb davlatlari og'zidan tushirmaydigan demokratik qimmatlar, hurlik, kishilik huquq qimmatlarini e'tiborsiz qilib qo'ydi. Va'zlarni harakatga aylantiradigan vaqt keldi. Hargiz qaytalanmasin degan va'damizni ishga oshiradigan payt keldi. Demokratiya, kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash, erkinlik uchun bergan va'dani amalga oshiradigan vaqt keldi. İnsaniyetning hozirgi zamon tarixidagi eng uzunga so'zilgan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan ishg'ol, mustamlika, irqiy qirg'inchilikqa qarshi o'rnidan turadigan vaqt keldi. Xalqaro jamiyat, Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika hukumatiga, Amerika xalqiga shuni deymizki, Sharq Turkiston bilan kurash qiling, ishg'oliyatning realligini tuning, Xitoyning mustamlika bayonlarini rad qiling, to'g'ri ko'rishimizni qo'llang, mustaqilligimizni asliga keltiring. Faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishla Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qutilishi, kishilik huquqi, erkinligi va mavjudligining birdan-bir kapolati. Qandaq to'salg'ular bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning hamkorlashuvchilari bizni tashlatishi mumkin. Biz sukut qilmaymiz, bizning insonlarimiz sukut qilmaydi. Biz erkinlik va mustaqillik uchun kurash qilishdan to'xtamaymiz. Sharq Turkiston hur va mustaqil bo'lmoqcha biz kurashdan to'xtab qolmaymiz dedi. Arqadan doktor Aziz Sulaymon efendi muhim so'z qildi. Assalomu alaykum. Amerika va dunyoning har qaysi joylardagi do'stlar, qarindoshlar. Biz bugun Amerika Aqsaroyining oldida ay yulduzli ko'k bayroqimizni egiz ko'tarib, vatanimiz Sharq Turkistonning muborak nomini tilga olib turib, namoyish qilib turibmiz. Biz bugun nima uchun namoyish qildik? Buningdan dal 75 yil burun tajovuzchi Xitoy armiyasi Sharq Turkistonga besib kirib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan bir qor kun. Bugun dal Sharq Turkiston o'zining egalik huquqidan ayrilgan bir motam kun. Shunga Amerika va dunyoning har qaysi joylarida bugun namoyish chiqib, Xitoy hukumatini la'natlagan barliq qarindoshlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men mush munosabat bilan ikki qiz ko'ngil so'zimni demoqchi. Sharq Turkiston xalqi 75 yildan beri Xitoy hukumatining har xil zulmlari, har xil irqiy qirg'inchiliklarni beshidan kechirdi. Bo'lib yaqinqi 8 yildan beri Sharq Turkiston xalqi til bilan tasvirligisiz zulmlarni beshidan kechirdi va har xil qatliam va irqiy qirg'inchiliklarni beshidan kechirib kelyapti. Vatan sirtidagi Sharq Turkistonliklarmi o'z urug' tuqqanlarimizdan xabarini ololmay, o'z urug' tuqqanlarimizning bilan ko'rishamay, ham hatto ba'zilarimiz o'z urug' tuqqanlarimizdan ayrilib qolib, nurg'ulg'an ruhiy azoblarni yutib bugungi kuniga keldik. Diasporadagi vatan sirtqi Sharq Turkistonliklar bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun har xil usullar bilan har xil faoliyatlarni olib bordik. Namoyish qildik, guvohlik berdik. Gerçi Amerika, başta Kanada ve Angliya qatarlıq g'arb ellari Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda elib berayotgan bu irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, gerçi Amerika hukumati Uyg'ur siyosiy qonunini va Uyg'ur mecburi emgakni cheklash qonunini o'tkazib, Xitoyning mecburi emgak zavodlarida ishlab chiqilgan mallarni
Amerika'nın tuprağına girişini çekilgen bolsa-mı, bizning bu hareketlerimiz vatanimiz Sharqi Turkistondagi zulmga silib turgan chaqda haqiqatan intayin yetersiz. Mening demoqchi bo'lganim, hozir ko'z oldimizda intayin tahirsiz, qilmasak bo'lmaydigan muhim bir ish bizni kutib turibdi. U bo'lsa-mu, vatanimiz Sharqi Turkistonning Xitoy hukumat tarafidan besberilgan bir zamin, besberilgan bir davlat ekanligini e'tirof qilishdan iborat. Şuna dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan vatanim, millatim, xalqim deb yurgib pushlanayotgan barliq Sharqi Turkistonlik qarindoshlar, hammamiz o'zimiz turishliq shu davlatdagi parlament a'zolari, kongressmen, siyosiy rahbarlar bilan zich munosabatlashib, vatanimiz Sharqi Turkistonning xuddi Tibetga o'xshash egilik huquq ega, lekin Xitoy hukumat tarafidan besberilgan bir zamin, bir davlat ekanligini qoyillik ekanligini e'tirof qilishni qo'lga keltirsaklar, vatanimiz Sharqi Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga bir qadam yaqinlagan bo'lamiz. Ham vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirishga bir qadam yaqinlagan bo'lamiz. Shu chaqda tarix bizga keyin nima qilishni o'rgatadi. Qarindoshlar, mening so'zim mushu yerda oxirlashdi. Hammanglar bilan keyin qatam ko'rishguncha Allohga omonat. Now we will face the White House to chant and to call on the U.S. and the international community to uphold its promise of never again, to uphold its values of democracy, its values of human rights, its values of self-determination, its values of independence, and to act. Thank you. We're going to face the White House. Bayanat e'lon qilingandan keyin shu to'lab Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olganligi, 75 yildan buyon ishg'ol va mustamlika qilishni to'xtatmaganligi, Sharqi Turkistonning mustaqil o'rlikni qayta asliga keltiradiganligi, xalqaro jamiyatning bexatarligining Sharqi Turkistonning mustaqilligiga bog'liq ekanligi, buning uchun Amerika boshliq davlatlarni Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol, mustamlika qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizishiga qarshi turishga chaqirdi. Onundan başqa Kanadadamı Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Alberta Uyg'ur madaniyat markazining rahbarlari va a'zolari, Shvetsiyada Sharqi Turkiston surgunda hukumati rahbarlari va a'zolari, Shvetsiya Uyg'ur komiteti a'zolari Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olganligini la'natlab namoyish o'tkazdi. Alberta va Shvetsiyaning Stokgolmda o'tkazilgan namoyishni keyingi xabarlarimizda diqqatingizga sunamiz. Niqobliq yor, Abduri Sarvi. Darha dan desem ahir qadirsiz has saman chiqdi. Besib yamraydi her yanni, shu mihrabdan chayon chiqdi. Ishengan tog' edirlarda kiyik yotmas ekan do'stlar. Aqidanning ko'zi yoshliq, ishkardin ham ziyon chiqdi. Mikir nayrang bilan kampir ko'rindi dilrabo mahbub. Sharab mas xushi ko'zlarga go'zal mohi taban chiqdi. Hukm sursun adolat deb qo'lida tug' alam debdim. Tugilgan potsi birla jiring oqcha ayon chiqdi. Niqobliq yor etarkan noz zaharlik xanjiri yanda. Quloqqa yoqmadi rost so'z, hila nayrang yaman chiqdi. Qara yu oq farq nada suzuk suvlar leyib oqdi. Yorandur va ya dushman aqllarga gumon chiqdi. Barobarda hijr sabtosh turar dul bilan yondosh. Ko'rang yo'rg'a kabi o'ynab chepib bayga tomon chiqdi. Qara quzg'un beg'im ichra libosqa purkinib to'zdak. Navo aylaydi bulbuldek, ajoyib xush zuvon chiqdi. Qizil gullik chahar boqqa pilak tashlabdi chaqqoq o't. Taajjub etmagin ko'nglim, raqiblar har zamon chiqdi. Oyoqda qo'sh qiyiq dastar niqobliq yor mikir birla. Shu bu tarzda qaynamdin qachon inson aman chiqdi. Niqobliq yor seni o'ylab shu vasfinga qalam sursam,
Sözüm o betligen okya, senin köksün nişan çıktı. Echilg'ay defteri haqning, xalq der ibrati alem. Elingan tumshqi birla, nadon tulka hamon chiqdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.